Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugun yoshlar va kattalar orasida respirator kasallik, ya'ni gripp, shunga o'xshagan kasalliklar tarqayapti. Uy sharoitida qanday qilib bundan qutulsak bo'ladi? Biz uchun 4 dona tish chesnok ketadi. Iloji bo'lsa qizil piyoz ishlatamiz, bo'lmasa oq piyoz ham bo'laveradi. Demak, 1 dona kichkina tuxumda keladigan piyoz, yarimta limonning suvi va 4 dona chesnok. Shuni blenderdan chiqaramiz. Yarim 1 choy qoshiq qo'shsak ham bo'ladi. 1 choy qoshiq sila tuz qo'shamiz. Oddiy tuz. Qo'shib blenderdan chiqarsak, u kasha bo'ladi. Yarim piyola asalga aralashtiramizda 1 kun mobaynida endi 2 qoshiq, 3 qoshiq bitta odam yesa, endi oiladagilar bo'lsa, qolganlarga yuqmasligi uchun hamma yesa zo'r samarali bo'ladi. Shunda biz barcha virus kasalliklarini oldini olgan bo'lamiz. Iltimos, buni butun o'zbek zabon, ya'ni turkiy zabon odamlar ko'ryapti. Qilib yeb ko'rganlar biladi. Shuni kommentariyada yozinglar, xalq foydalansin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.